Ve olmayan bo'ldi. Olmayan ki. Ha qo'ysiz olmayan bo'ldi aka. Men ovozimni to'g'rilasa bo'ladimi? Undan ko'ra meni qovurib ye. Baliqlar ham bilyapti ovozimni to'g'rilab olmasligini. Voy! Hurmatli Anjondagi baliq sotadigan do'konlar. Baliqni nashetda olish kerak ekan. Hamma menman degan baliq do'konlar Nash baliq markazida olib ketyapti ekan. Qaysi baliqxonalar deyapsizlarmi? Hortun baliq, Baraka baliq, Nargiz baliq, xullas hamma baliq menman degan baliq do'konlar nashetda olib ketyapti. Nash nomeriga telefon qilasizlar. Manzili Yangi Anjonga chiqib ketaverishda ko'prikdan tushishlarga 10 qo'lga 300 metr baliq markazi deb yozib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib, "Aka baliq kerak" deb kelinglar. Bizda faqat sifatli baliq. Do'konlarga shu yerda olib kelsanglar, klientdan "Va yana bitta kelish kerak ekan" deydi. Oltin baliq ovozini to'g'rilamadi. Mana shu baliqlar yeb ko'ray, balki to'g'rilanib ketar. Men ovozimni to'g'rilasa bo'ladimi? Undan ko'ra meni qovurib ye. Baliqlar ham bilyapti ovozimni to'g'rilab olmasligini. Voy! Hurmatli Anjondagi baliq sotadigan do'konlar. Baliqni nashetda olish kerak ekan. Hamma menman degan baliq do'konlar Nash baliq markazida olib ketyapti ekan. Qaysi baliqxonalar deyapsizlarmi? Hortun baliq, Baraka baliq, Nargiz baliq, xullas hamma baliq menman degan baliq do'konlar nashetda olib ketyapti. Nash nomeriga telefon qilasizlar. Manzili Yangi Anjonga chiqib ketaverishda ko'prikdan tushishlarga 10 qo'lga 300 metr baliq markazi deb yozib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib, "Aka baliq kerak" deb kelinglar. Bizda faqat sifatli baliq. Do'konlarga shu yerda olib kelsanglar, klientdan "Va yana bitta kelish kerak ekan" deydi. Oltin baliq ovozini to'g'rilamadi. Mana shu baliqlar yeb ko'ray, balki to'g'rilanib ketar.